Endi nima qilish kerak? Urush boshlandi Rossiyaning Yevropa qismidan, ha? Chunki bilasizlar, urushda 39-yil 1-sentyabrda Polshaga hujum bilan boshlandi aslida. Bizga 41-45. O'zi 39 sentyabr boshlanadi. 12 ta hududni egallab bo'ladi. Germaniya 41-yilgacha. Hammasi taslim qilib bo'ladi. Urush boshlanishida nima qilish kerak? Rossiyaning Yevropa qismida 2,5 mingdan ortiq zavodlar bo'ladi. Birinchi navbatda zavodlarni to'xtatish kerak. Ikkinchi navbatda zavodlarni ko'chirish kerak. Chunki egallab olingandan keyin u zavodni harbiy sanoatga moslashtirib Germaniya qurol ishlab chiqarishni ishlatadi. Qaror chiqadiki, SSRning Yevropa qismidagi zavodlar sharq hududlariga, ayniqsa Ural hududlariga, Janubiy Ural va O'rta Osiyoga. Bizga ham 105 ta, 104 ta zavod ko'chirib keling. Zavod, gospitallar, boshqalar ko'chirib kelinganda, endi kim qiladi bu ishni? Mana Kamol Mirzayev aytganlarida O'zbekistondan 6,5 million aholi bo'lgan bo'lsa, 2 million odam urushga ketgan bo'lsa, SSR hududidagi aholi ham aksariyati nima qilindi? Urushga safarbar qilindi. O'sha paytda SSRda 33,5 million ishchi kuchi bo'lgan bo'lsa, 3 oy ichida 18 millionga tushib qoldi. Qolgan hamma urushga ketdi. Kim ko'chiradi zavodni? Ana shunda Davlat mudofaa qo'mitasi GKO'da birinchi qaror chiqardiki, demak, SSR hududidagi nemis millatiga mansub bo'lgan 17-45 yosh. 3 oydan yangi qaror chiqyaptiki, 16-50 yosh dagi nemis millatiga mansub aholini ana shu ishlarga safarbar qilish to'g'risida.